5 kun ro'zada ertalab og'iz yopish duosini o'rniga iftorlik duosini o'qib qo'yibman bilmasdan. Endi tutgan ro'zam qabul bo'ladimi? Qaysi bir ro'za bo'lsa ham bunda niyat qilishlik farz hisoblanadi. Qalbida o'sha kungi ro'zani tutishlik niyati bo'lgan bo'lsa, tilida bu duoni o'qiganini, agarda u matnni o'qisangiz, uni ma'nosini tushunmasangiz foydasi yo'q. Siz agarda Ramazon oyini ro'zasini niyat qilsangiz, qalbda niyat qilib qo'ysangiz ham bo'ldi. U shart emas arabcha matnni o'qishlik. Besh kun ro'zada ertalab og'iz yopish duosini o'rniga iftorlik duosini o'qib qo'yibman bilmasdan. Endi tutgan ro'zam qabul bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hop, savol uchun rahmat. Ro'zada mahu Ramazon qaysi bir ro'za bo'lsa ham bunda niyat qilishlik farz hisoblanadi. Ramazon oyida ham niyat qilishlik ro'zani farzlaridan bittasi hisoblanadi. Ramazon oyini ro'zasini niyatini kechasi saharlik vaqtida hali tong otmasdan qilishlik bu afzaldir. Agarda Ramazon oyini ro'zasini shu oyning ichida agarda niyat qila olmasam, kechani yarmigacha, ya'ni kunduzni yarmigacha, soat 11largacha qilsa joiz. Endi agarda bu birodarimiz savol berishyaptiki, men iftor saharlik vaqtida og'iz yopish duosini o'rniga iftorlikda qilinadigan duoni o'qib qo'yibman. Ya'ni Allohumma laka sumna va bika amanna va alayka tawakkalna va bi rizqika aftarna faghfir lana ma qaddamna va ma akharna bi rahmatika ya arhamar rahimin duosini o'qib qo'yishgan. Endi agarda o'sha birodarimizni qalbida o'sha kungi ro'zani tutishlik niyati bo'lgan bo'lsa, tilida bu duoni o'qiganini e'tibori yo'q. O'zi niyat dilda qilinadi, qalbda o'tkaziladi. Ana o'shanisi kifoya. O'sha birodarimiz saharda turib, saharlikda o'sha kunni ro'zasini tutish u birodarimizni qalbida, niyatida bo'lgan. Lekin duoni tilda o'qib qo'ygan. Buni zarari yo'q. O'zi niyatni joyi bu qalb bo'ladi. Qalbdan, dildan o'tkaziladi niyatni. Va uni tilda talaffuz qilish esa sunnat bo'ladi. O'shaning uchun siz agarda Ramazon oyini ro'zasini niyat qilsangiz, qalbda niyat qilib qo'ysangiz ham bo'ldi. U shart emas arabcha matnni o'qishlik. Nawaitu an asuma shahra Ramazon min as-subh ila al-maghrib. Ya'ni niyat qildim Ramazon oyini ro'zasini tutmoqlikni subhdan to quyosh botguncha degan ma'nodagi arabcha matnni o'qishingiz shart emas. Agarda u matnni o'qisangiz, uni ma'nosini tushunmasangiz foydasi yo'q. Ana o'shaning uchun arab tilini bilmaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, niyat qildim Ramazon oyini ro'zasini tutmoqni subhdan to quyosh botguncha deb talaffuz qilinadi. Shu ma'noni qalbdan o'tkazish esa farz bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.